Akalar mana haqiqiy eng zo'rlardan keldi. Qo'zi ekan aka, mo'la bori 10-11 oylik qo'zi deyapti, qarang. Bitta like bosib qo'ying aka. Dahshatlaridan keldi aka, mana qo'ylarni qarang. Dumbani qarang aka. Bularni 7 million, 8 milliondan chiqarganmiz urug' sezonda. Lekin arzon beraman deyapti bugun Xushnudbek. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanali muxlislari, hurmatli qo'y ishqibozlari. Haqiqiy asl hisori qo'ylardan boqaman deganlarga toza hisori elita variantlardan, qo'zilardan 10-11 oylik oldi bo'lsa 12 oylikka o'tgan. Buni ham qo'zi ekanda aka. Qo'ylarga shular chiroq syomka qilib beramiz. Bugun hafta kuniga payshanba 9-oktyabr 2025-yil biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri kombinatdamiz akalar. Bilmayman nechta bor bu yerda? Xushnudbek. Assalomu alaykum Hayotbek aka. Sizni xo'jaga. Bormisiz aka? Rahmat aka. Qo'ylar qayerdan terdingiz? To'ylar endi topib oldik aka. Saralar xudo xolasa. Zo'rlaridan. Ana qo'y aka. Qo'yim bo'lsa shunaqa bo'lsa-da. Chiroyligini qarang. Semizli qo'yga yarashadi, to'g'ri aytilganda. Maqolda shu katta ota-bobolarimiz to'g'ri aytgan, qarang. Semizlik haqiqatan qo'yga yarashadi. Boshqa narsaga yarashmaydi. Molam sevinib kelsa yura olmaydi, otam sevinib kelsa yura olmaydi. Lekin qo'y yuraveradi-da. Gapim to'g'rimi? Nechta Xushnudbek? Hoji aka bu yoqda 80 bosh aka. 80 bosh. Aha, bu bo'yi necha? 80 chiqadi indami, ha? 80 plus, 80 plusmi? Ha, aka. Qo'ylarni qarang aka. Papalari kelibdi, qo'chqorlari bor-ku. Nechta hozir mana shu yerda 80 ta mi? Bu yoqda 80 ta, 2 partiya qo'yim bor. Bu yoqda 80 ta qo'y aka. Bular 12-13 oylik, 2 tish oldi, chiqib bo'ldi. 2 tishga deb beraveraman, bemalol aka. Ishimiz boradi o'zi yaqinda hammasi, ha? Ishimiz boradi aka. Hozir 2 tish bo'lsa, başta 13-14 oylik ekan bular aka. Shunaqa aka. Ular qarang, 11-12 oylik debman ular. Yemga tayyor, ana 2-3 oy boqib turib, almashtiraman degan odamlar bemalol tavsiya qilaveraman aka. Ichida urug'likka ham terib olsa bo'lar ekan, ha? Urug'likka ham bor aka. Hammasi qarang, mana tik dummasiga, juni sifatiga e'tibor berursan aka. Bitta akalar mayda narsa emas akalar, videoda bilmay qanaqa ko'ryapti, mayda narsa deb hisoblamayman. 85. Qo'ylar yirik, o'ta polvon narsa. Arqa oldi, qo'llari ham, soni ham yo'g'on-yo'g'onda. Haqiqiy steak chiqadigan qo'ylar ekanda, steak. Aka mana bemalol 2 tishki. Necha kilo chiqadi tirik vazni? Примерно oldi. 80 plus minusga beraman aka. Kilosini, ha? Ha, dola. 80 kilodan yuqorisi ham bor, 80 kilodan pasti ham bor ekan. Dolasa aka bir soat bo'ldi tushganiga. Hayotbek aka. Charchog'i chiqib o'zi kelgandan keyin yana ham bundan ham qo'y yaxshi ko'rinadi-da. 1000 kilometr yo'l yurib kelgan aka. Narxini qancha qilib beramiz buni, aka? Narxini arzon qilib beraman, xudo xolasa aka. Ammo kuchli qo'chqorlar qarang aka. Yaxshi kuchli ekan. Bu qo'ylar qarang. Mana qarang aka, mana. Qo'ydi qarang aka. Belni ko'rsating aka. Qovurg'ani qarang, qovurg'ani bir xilda pastga tushgan. Mana chi. Endi hali berib buzmaydi. Mana o'chi mashina olingchi. Ana shular 100 kilo tevasdi aka. 100 kilo tevasdi ana shular aka. Mashallah. Chini. Bu buzgan bo'lsa kerak aka. Endi tashabdi. Qo'yda iligiga ham e'tibor bersin aka. Boquvchi odamga hammasi tavsiya qilaman, xudo xolasa. Mana akalar qo'chqorlar. Ko'p mehnat talab qilmaydi aka qo'ylar. Tarozini to'tullatadiganlardan ekanda, xudo xolasa aka. Tarozini to'tullatadi aka. Haliga 6 oy, 7 oy boqmayman, 2-3 oyda almashtiraman degan hoji akalarga bemalol tavsiya qilaveraman hoji aka. Qancha narxini ayting, buni narxida gap uka. Narxi endi aka 6,5 milliondan deyapman, kami bor. 6,5 demak, 6,5 kami bor aka. 6,5 dan jini baland-ku. Bo'ladigan sotadigan narx. Baland bo'lsa aka, baland joyini olib tashlaymiz. Mana o'lmay. Baland joyini olib tashlaymiz. Nima qo'ylar zo'r ekan haqiqatan. Qo'yib maqtagan bilan aka videoda ko'ra olaversin, mana kommentariyada negativchilar ustida kelib ko'ra olaversin qo'ydi aka. Kelib ko'rib oylar aka. Kelib ko'rsin, bemalol negativchilar aka. Tarozini ko'rasiz, bo'yini ko'rasiz aka, ko'tarib ko'rasiz. Qassob bilan kelib ko'ring, go'shtiga ham tashlab ko'rasiz. Hamma narsasini hisobini qilib kelib ko'raversin ustida aka. 6,5 dan jini baland. Baland bo'lsa olib tashlaymiz aka. 200 ming olib tashlaymiz aka. 6 million 300 ming so'mdan. Bo'laveradimi aka? Yana ol desangiz yana olamiz aka. Olaveringmi? Men oldi uraman-da bo'lmasam. Bo'pti 300 mingni kam aka, 6 million 200 ming so'mni optim olishsa, dastavkasini qilib beraman aka. Bir joyga, ha? Bir joyga aka. 6 milliondan keyin bor aka, bir joyga optim olgan. To'playdimi 6 milliondan? Kam bo'lib qoladi-da aka. Endi siz o'sha kam bo'lib qoladigan gapingiz bor-da. Yo'q, endi 6 milliondan bir joyga 40 tami 20 ta haydab olganing bera olasizmi? Dastavkasining hisobini qilib aytayman-da men aka, 6 million 200 ming so'mdan optim olishsa mana bitta bor aka. Hammasi 6 milliondan bersiz. Zahridan 6 milliondan yaxshi aytmasa deng. Ber, xalq mazza qilsin, ber. 6 milliondan qo'yig'i suyug'iga. Balki bittasi hammasini olib qo'yib bitta. Xudo xolasa hammasini olishsa mazza qilib yuboradi. Lekin bu darajaga kelguncha 3-4 oy mehnat qilingan, bilinib turibdi. Yo'q aka, 6 oydan beri egasi mehnat qilgan, to'g'risi. Ber, Xushnudbek. O'z bo'lmaydi.
6 6 million. million 100 ming so'mdan. Ya, qizib bizga yarashmaydi aka. O'shani talashyapman. 6 milliondan bo'lsa, bor 100 ming o'tib ber. bor baraka aka. 6 million so'mdan bitta olishsa dastavkasini aka. Keling qo'ydi ko'ring endi ustida. Ustida qo'ydi ko'rib baholashing. Mana. Go'shiga ham to'g'ri keladi, xudo xolasa aka. Sifati ham dahshatda, sifati ham. Ko'raversin mana aka. Sifatga ham, go'shtga ham. Luboy biladigan odam kelib ustida ko'rib olaversin qo'ydi aka. Qo'ylar, endi to'lqin bo'lyapti aka. To'lqin bo'lyapti, dengiz bo'lyapti deydi. Ana qo'chqor. Endi tanlab olsa-chi, hamma ham optim olamaydi. 4 ta oladigan. Zo'ridan 4 ta olib tashab qo'yaman deganlarga. Pelis menisum gaplashamiz. Qanchaga pelis bo'ladi? Endi hozir ushab ko'rsatdimi, ushab ko'rsating degan qo'y. O'zini bitta addini oladigan bo'lsa 7 millionga ham bermayman aka u qo'ylar. Hali kattani-ya? Kattani, ha. Agar optim aka mana shuni o'rtasidan bo'lib 15 ta 20 ta olaman deydigan odamga shuni o'rtasidan bo'lamiz. Ketdi mana. Optim narxiga. Optim narxiga ketdi. Tanlab olishaman desa aka borku. Pelis menusini kelishaveramiz aka. Kichkinadan 4 ta chiqarib beringsa-chi? 6 milliondan tushib beraman aka. Pastida bo'ladi. Pastida bo'ladi. Tanlab olaman 6 million tepasida bo'ladi. O'sha gap aka, kelib ko'rib olavering. Tarosini, bo'yini o'lchab oling. Men qo'ya olaman deganligi. Optim narxida bermasa kerak, hech kim boqqan dehqonim aka. Mana shular arrig'idan 5 million 5,5 millionga bermaydi-da aka. Xolisada necha kilo go'shi bor mana shuni? 50 kilo go'shi bor aka. Mashalloh. Kelib ko'raveradi ustida qo'ydi. Bu tish buzmagan holatida-da aka. Ha, tish buzmagan. Ular tish buzib to'ldirib olsa, toshga vapshga boradi bular. Ancha farq bilan qarang. Hali aka yo'l yurib kelib charchog'i chiqmagan, ash turishda turibdi qo'yim aka. Bu charchog'i chiqqandan keyin ko'raveradi. Qonni ham chiqqan yo'q-da. Ha. Xullas akalar, tavsiya qilaman, keling mana zo'ridan. Haqiqatan qo'chqorlar zo'r aka, lideri. Tan olish kerak, haqiqatan yaxshi boqilgan, ancha mehnat qilingan, mehnat qilgan odamga rahmat. Olganlar ham ilohim baraka topsin aka. Olgan odam baraka topsin. 70%, 80% egasi mehnat qilib berib qo'yibdi. 20% mehnat qilgan. 20% u to'ladi xudo xohlasa. Mana shu yerda tushib tishini buzdirib olsa bo'ldi-da, ha. Tishini buzdirib olsa bo'ldi aka. Toshga kelaveradi o'sha bilan akalar. Gap yo'q. Havas qildim, menga ham, sizga ham, hammaga bo'lsin ilohim. Keyingilar akalar, bu nimaga bularni ajratib qo'ydingiz endi go'zallarini? 10 ta addini bitta qora aka. 10 ta. Ichida 4 ta qorasi bor ekan, 6 ta sarig'i bor ekan, ha? Ha aka. Ha. Ishimizga yo'q bular ham, ha? Yo'q, yo'q. Uzunligini qarang, metrovka aka. Mana qo'ylar aka. Qanchadan bular endi? Ishimizga yo'q hali ular akalar. Aka bular real bitta aho qo'yamiz bularga aka. Ketdingiz akalar, yo'q, ketdi bittasi. Ketdi aka bittasi. 6,5 million so'mdan bo'lish qo'yaman aka bilan. 6,5 dan? Ha, bu ham shu 13 oylik shunaqa aka. Hammasini bir joyga, ha? Ha, hammasini bitta joyga olishsa 6 dan bo'lmaydimi? 6 milliondan kam bo'ladi aka. 6 milliondan hisob chiqmaydi aka. 10 tasi 6,5 million so'mdan ekan aka. Necha kilo chiqadi bular tirik vazni? O'lchamaganman, u 75 kiloni tevasida aka. Tirik vazni, ha? Ha, 80 kilo shunaqa chiqadi-da. 75 kilo, 80 kilo atrofida. Ammo ko'chat vashi zo'r aka. Mana qo'ylar. Bichiga garantiya beriladi. Samarqandgacha olib berasizmi yo Toshkentmi? 6,5 millionni olsa vohaga dastavkasi tekin aka. Samarqandgacha, ha? Ha, Samarqandgacha. Bo'ldi akalar. Telefon olib kelaverasiz, nomerlarni ekranga qo'yib qo'yamiz aka. Chiroyli qilib berishadi. Bitta ikkita tanlab olganga kelishasizlar aka. Junni qarang aka. Tanlab oladiganlar bo'ladi-yu, unga kelishasizlar. Layk nima qilib qo'yinglar. Shu sog' bo'ling, hamma ishlarga Alloh baraka bersin. Ko'rishguncha salomat bo'ling.